Dadasi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Singlimnikiga kelgandim. Bular yana janjal qilibdi. Singlim yig'lab telefon qildi. Siz ham kelsangiz yaxshi bo'lardi. Menimcha bo'lmaydi, olib ketamiz. Faqat iltimos tezroq keling, dadasi. Xo'p, mayli. Siz umuman meni tushunmayapsiz. Ozgina sabr qiling, o'tib ketadi. Ha, butun olamda bitta sen homiladorsan. Hech kimda yo'q bunaqa muammo. Ana, keldilar. Xush kelibsiz. Bir pasda yetqizdingmi? Ha, Abdulaziz, tinchlikmi? Tinchgina yashashning iloji bormi? Nima bo'ldi yana? Ha, deganda kelavermaydi. Endi o'zimiz hal qila olamizmi o'zi? Ko'ngil olishni bilmaydi, e'tibor qilishni bilmaydi. Bitta bu homilador. Oddiy ish bo'lsa. Oddiy ish? Bola tug'ishi, 9 oy bolani ko'tarib yurishi oddiy ish deb o'ylaysizmi? Shunchaki sabr qilish kerak. Sochlar to'kilishi, yuzdagi dog'lar, tanashishi, bu paytda hech qanaqa ukol dori-darmonlar foyda bermaydi. Faqat chidash kerak. Xohlagan narsamizni kiya olmaymiz. Xohlagan narsamizni yeya olmaymiz. Odamlarning ko'ngliga tegmasini biz hammasini kulib yengamiz. 9 oy ona o'z farzandi uchun tanasini qurbon qiladi. Bilasizmi, bu paytda qancha depressiya olamiz? Tug'ruqdagi og'riqlarni aytmaysizmi? Siz buni tasavvur ham qila olmaysiz. Lekin bu bilan kimning nima ishi bor? Biz lekin hammasini kulib yengamiz. Chunki biz bilamiz, farzandimizni ilk qo'limizga olganimizdayoq u hammasiga arzishini. Lekin erkaklar bu davrda nimasiga qatnashadi? To'g'ri. Biz erkaklar nimasida ham qatnashardik. Ozgina mehr e'tibor, arzimagan ish. Lekin ayollarimizga olam shodlik olib keladi. Hamma oilada bunday holat bo'lib turadi. Boja, mehmonni kutib olmaysizmi? Qani, o'tiramiz. Yuringlar.